Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İslam Biz programımızın 143-cü sanı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli görürmənlərimiz, həmməlağı məlum boğandək, biz yıllardan bu yan hər bir Müslüman Kur'an, sünnet nuru astıda düşünüşü gerek boğan xılma-xıl mavzularını, hər xil ayrım-ayrım temaları bölüb durub, huzurunlağı hər həftə huzurunlağı buluvatımız. Her programımızdan beşil devatqınımızdək Allah Subhanahu wa Ta'aladan tüvəncilik bilen şu sözlənген barlıq temalarını haqiqi doğru düşünüp, hayatımızga tətbiqlab, əməl qılıb, dünya ahirette Rabbim razı buludğan aşu bəxtlik müminlərdən qılışını tilab başlavatımız, tilab ahirləşdirvatımız. Elbette hazırgı kəgəki nurgun xılma-xıl temalarını her sahədən Müslümanın ki, meyli hayatı dünyada şu dünya hayatımızda meyli qaysı sahada hizmet qılıp atqan buluşidin, qandaq kesip bilen şugullanışidin qat'i nazar özünü mən Müslüman dəpli qarıgan bir kişi düşünüşü gerek boğan siyasetin tutaylı, ticaret, aile həmmə nəsini şu bir qanç yıldan bir yan huzuruna sunduk. Yani Allah ömür verse elbette Rabbim bu fürsətini bizge bəgən müddətkici davamlaşdırmız inşallah. Tünügün elanımızda bəgəndək, bugünkü temamız mı intayın mühim bir tema elbette. Ölümalar ve siyasetçiler temasını toxtuluğalıqımızın elan bəgən toq. Programımızdan her daimlik aziz mehmini həməla tunuşuq boğan hürmetli ustaz. Şərq Türkistan Ölümalar Birliği şundaqla Dünya Müslüman Alimler Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşgari'nin təklif qolu qımmetli vaxtını çıxarıb kəpəgəlik üçün köp rahmet etmemiz. Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqalıq Nəx Meydandan tarqıtılıvatıdır. Ekran aldı çıxıb durvatqan numarımız şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq programımızga alaqadar hər qandaq fikir təklif olsa, berişanlarını, suallarını olsa, soruşanlarını ümid qılmız şundaqla köplügən qeyrindaşlarımızın payidiliniş üçün həm bəhərləb qoyuşuna həm unutulmağızlar. Ondaqda bivasitə başlayıb göstərik ustaz. Elbette bu tema çoğun bir tema. Bugün bir muqaddimə sübütüdə sunuşqı vaxtımız yetişi mümkün. Şu aldı bilen ölümalarının vəzifəsi nimə deyən bu sualdan başlayıb kirgan bolsaq. Mərhəmət. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına insaniyetinin yetekçisi olan Peygamberimizge dua salamlar olsun. Ölümaların bu nayeti intayın oylandırdığan bir tema. Ölüma degen vaxtada insan özünü ölümalıqqa düşemdi, yak düşmemdi deb oylandırın. Biz temaga kirgen vaxtımızda bu ölümalıqның vazifesi dinimizin ait ağır. Ölümanın vazifesi dinin prinsipleri, məqsədləri ve hakikatlerini doğru yetküzüş. Bu dinin, yani İslam'ın ki dünya karşını, kımmet karşını insanlara bayan qılıb verir. Bu dinin gündelik hayatdan ayrılmaydıqanlığı, ya ki aqidenin ki ahlaktan ayrılmaydıqanlığı, bu aqidenin ki siyasetin ve devlet nezirisinden ayrılmaydıqanlığını bayan qılıb verir. Bu ölümalıqның vazifesi insanlarını doğru yola yetekleş. Yani onca aşkıllıqdan hali olan, ya ki solca radikallıqdan hali olan utturhal doğru yolga davet kılış. Din, ya dinin körsetmeleri, ya ki kımmet karışları, ya ki prensipleri hücum kuşqa vaxt bu dinni müdafaa kılış. Din doğrusu payda olan her türlü şübihilerge vaxtıda cevap veriş. Şunundaki yani bu ölümalıqның vazifesi milletning bizga o'xshash bir mahkum asliga tushib qolgan yoki mustamlik asliga tushib qolgan bir millatning yo'rlik ko'rishida siyosiy ko'rishini ya siyosiy harakatni sog'lom aqidasiga moslashtirgan dinning ko'rsatma zidlashtirmagan asosda sog'lom olib berish uchun yetakchi ideyalarni ishlab chiqarish. Bu ulamoning vazifasi. Ya'ni siyosiy ko'rish yoki siyosiy harakat yoki mustaqillik harakatining sog'lom menish uchun aqidaga taqashmasdan, dinning prinsiplariga zid kelmasdan, bugungi dunyoniki taqozosidan munosib shaklda foydalanishdan iborat bu narsani hosil qilish uchun yetakchi ideya ishlab chiqarish bu mu ulamolarningki mas'uliyati.
Shuningdek, siyosiy kurashni bu dinning maqsadlari bilan moslashtirishga chaqirish, yo'l ko'rsatish bu ulamoning mas'uliyati. Bugunga o'xshash hammadan foyda deyotgan, moddiy manfaatni asos qilayotgan, azroq foyda bo'lib qolsin yo xiyoliy foyda bo'lib qolsin prinsipal masalalardan kechayotgan, dindan chiqarib o'tadigan prinsipal masala bo'lib qolsin inkor qilayotgan paytda bu dinning foyda ziyon o'lchimini, qoidalarini buni bayon qilib berish. Shundaqlam bu millatning hamkorligi, millatning inoqligi, ittifoqligini qo'g'dash va buni chaqirish bu ulamoning eng chong vazifalar. Ulamoning yana buningki eks elib aytgan vaqtida ulamoning yana mas'uliyat nimasi? Musulmonlarning bugungi kuniga tushib qolishi. Xo'sh. Yoki musulmonlarningki boshqa millatlarningki orqada qolib qolishi yoki bizga o'xshash bir musulmon millatningki mustamlik ostiga tushib qolishining illatini islom deb qaraydigan bu xato hukmni tuzitish. Ya'ni musulmonlarning bugun boshqa millatlarning orqada qolib qolishining sababi islom emaski. Bizning Xitoylarning tajovuzchilik ostiga tushib qolishimizning sababiniki islom dini emas ekanligini buni izohlash lozim. Balki musulmonlarning bugun boshqa millatlarning orqada qolib qolishining sababi, bizning mahkum bo'lib qolishning sababi, mahkumlik ostiga tushib qolishimiz sababi islomga 2 asr mobaynida to'liq amal qilmaganligimiz. Yuzaki ibodat qilganligimiz. Ya'ni yuzaki amal qilganligimiz, tar ibodat doirasidan chiqolmaganligimiz. İslamni bir butun tushunamaganligimiz, ideya va tushuncha kirisi ahvoliga duch kelganligimiz, bu dindor deb da'vo qilish bilan birga shaklvozlikdan qutulolmaganlik, bu bizda va boshqa millatlardan bu. İslam buyurgan ilm ma'rifatga otlanmaslik, bu ilm ma'rifatni diniy bilim va fanniy bilim deb ayirib o'tib, ikkiga ayirish orqali ikkiga bo'linish ahvoli. Endi bu bizda bo'lsin davlatchilik engining tövellab ketishi, siyosiy erkinlik tushunchasidan tövellab ketishi, bu millatning o'zining huquqlarini va majburiyatlarini uni unutib ketishi, tafakkur qilmasligi, ong saviyasini oshirmasligi va zali qanday bo'lib mushkulga qoldik degan masalada chunqur tadqiqot olib bormasligi ekanligini bayon qilish bu ulamolarningki eng chong vazifalarining qatorida. Allah razı olsun. Hakikaten de ötkenlerdek bizde bir söz var. Maligistin oğur güçlük dep. Biz nurgulluğun İslam'ın doğru düşenmegenlikimiz sebebiden bulup mu şu yeni yetişip çıkıvatkan yaşlar ve hatta ki çoğlardan tatip bu beşimiz kilovatkan nurgun işlerini, musibetlerini hatta umumi Müslümanların beşekivatkan nesini özümüzden İslam'dan yiraklaşıp kitivatkallığa onun qaramasdan özümüzni tekshirmasdan islomga atib turib, dinga atib qo'ydigan bunda bir xato tushunchaning qancha xatarli ekanligini biz bir qancha yildan buyon nurg'un temalarni ayrim shaklda o'tirib qo'yib o'tdik. Endi shu ulamolarningki siyosatchilar bilan bo'lgan aloqasi haqida to'xtalamiz. Bu hozir bugun kunlikdagi biz Uyg'urlar duch kelayotgan, ya Sharq Turkistonliklar duch kelayotgan intayin masalalarning, nozik masalalarning birisi. Bu masalalar olmaganlik uchun nurg'un masala oldi qarab ma'moli. Parchalanish, bo'linish, guruhlanish, kaynak-chekinish, bir-biridan qaydash, ishni oldiga ma'ma, shaxsiy manfaatni oldiga chiqarish degan bu illatlar hammasi mush masalaga bir sog'lom bir tushunchaniki hosil bo'lmaganligidan kelib chiqmaydi. Hem dinimizde ulama, yani ulama maksat haqiqiy ulama. Haqiqiy ulama bu milletning so'qivatqa yurak. Bu milletning harakatlanayotgan ruhi. Milletga umid bag'ishlaydigan ulgisi. Milletni to'g'ri yo'l boshlaydigan yetakchisi va siyosiy prinsiplarni tushunadigan aqlidan iborat. Bu haqiqiy ulama. Bu milletning ruhi bo'la oladigan, so'qadigan yuragi bo'la oladigan, umid bag'ishlay oladigan, to'g'ri yo'l yetaklay oladigan va dunyo qayerda maqsad nimkorim demasdan bu siyosatningki shar'iy siyosatning asoslari va bugungi dunyodagi siyosatningki qanday yo'lda menayotganligini bir oz to'la bo'lib qolsin tushunigidek bir aql sohibi. Bu ulama.
Endi siyosatchi deganimiz bu ko'z ko'rinib turadigan bir ziraklik. Siyosatchi degan ko'zga hamon ko'rinib turadigan, hammadan farqi ta'laydigan ziraklik. Ko'z oldin namoyon bo'lib turgan hikmat. Zirakma desa intayin zirak. Ish harakatlari hikmatga uyg'un, hikmat bilan ish qilib. Shuning bilan birlikda musulmonlik o'lchimiga qarta harakatlanadigan yurakdan iborat. Biz ulamolarni yoki olimlarni aqli degan vaqtda millatninki bu siyosiylar, bu millatninki yurak bo'lishi lazim. Bu aql bilan yurak birlashgan vaqt millat oldiga dag'dam holatda harakat qila oladi. Dinimizda yuqori deganimizdek aqida bilan siyosat bir-biriga zid emas. İkisi bir-biridan ayrilmaydi. Aqida bilan siyosat bir-biridan ayrilmaydi. Ulamolar musulmon bo'lishibdi bilan siyosatning prinsiplarini bayon qilib bersa, shar'iy siyosatning prinsiplari yoki aqidaning asoslari yoki bu dinning maqsadlarini bayon qilib bersa, siyosatchilar buni ijro qiladi, buni himoya qiladi va buni tatbiqlashga o'rin sharoit hozirlab berdi. Munosabat. Xo'sh. Chunki shar'iy prinsiplar, shar'iy siyosatning asoslari buni bayon qilib bera oladiganlar, buni o'ttirib chiqara oladiganlar ulamolar. Ulamolar bu vazifani, ya'ni islomda o'ttirib qo'ygan, Qur'on sunnatda o'ttirib qo'ygan siyosiy nazariyani, siyosiy qoidalarni o'ttirga chiqib, buni bugungi zamonda siyosat qanday moslashtiramiz, qanday harakat qilib buni qo'yib beradiganlar ulamolar. Agar buningdan mahrum qolib qolsa, boshqalar o'z xohlagancha siyosatni o'ttirga chiqib, vaqt tanlamaydigan, g'oyaga yetish uchun har qanday to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, usul rioya qilmaydigan, bugungi o'xshash sekularizmcha yoki g'arbning ichki yuzlamicha siyosatni maydonni egallaydi. Bu ulamolarning mas'uliyatsizligidan o'zining vazifasini ado qilolmaganligidan yuz bermoqda. Bu sababdan ulamolar bilan siyosiylarning orasidagi munosabat bir-birini to'liqlaydigan munosabat. Ulamolar bilan siyosiylarning orasidagi munosabat bir-birini to'liqlaydigan munosabat. Agar ikkita taraf angliq bo'lib, yana bir taraf bo'lmasa, o'zi ishni yolg'iz olib ish oshira olmaydiganligini yoki ko'zlagan nishon yetolmaydiganligini his qilsa, u vaqtda bir-birini qo'llaydigan bo'ladi, bir-birini himoya qiladigan bo'ladi, bir-biri bilan bo'lgan munosabat kuchli. Agar angliq bo'lsa, ulamolar jamiyatni yetaklash, bugungi o'xshash bir mahkum holatdan mustaqil bir holatga shakllantirish yoki mustaqillik harakati natija qozonish uchun siyosiylarga muhtoj. Ulamolar fikr ishlab chiqardi, nazariya o'ttirib qo'ydi, to'g'ri xatoni ko'rsin. Buni tatbiqlaydigan, ijro qiladigan, xizmat qiladigan odamlar. Buni ijro qilgan ko'pincha siyosiy sohadagi odamlar. Bu unaga muhtoj. Siyosiylar sharikatlarning ilohiy va'dadan chetnab ketmaslikka, musulmonlik qimmat qarashdan yiroqlashib ketmaslik uchun ulamolarning ko'rsatmasga muhtoj. Ikkisi bu masalaga to'g'ri qarag'avati bir-birini yo'lab, bir-birini kuchlantirib, bu dunyolik harkini jonli holatda ikkisi oldiga sap ma'nolaydi. Ham ulamolar qarasak, ulamolarning vazifalari bu siyosatchilar bilan bo'lgan munosabatda dinning prinsiplarini, qimmat qarashlarini, maqsadlarini bayon qilib turdi. Ulamolarning o'taydigan vazifasi. Bu ulamolar insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Yetaklagan vaqtida bugungi zamonda biz duch kelayotgan o'xshash o'ngchi bir oshqulliqlar va millatni qartizmni qatoriga tiqib qo'yish o'rnayotgan. Buning oldini oladi. Shu vaqtning o'zida millatni qimmat qarashdan tamoman chiqarib, loyiqazallashtirib, hech narsa kakanmaydigan, tamoman Xitoy maqsadi yoki Xitoyning istixboroti ko'zliga yaga kelib qo'ydigan, irodasiz, ruhsiz holatga o'rnayotgan bir solchi oshqulliq bor. Buningdan himoya qilishga harakat qiladi bu ulamolarning vazifasi. Bu ulamolar islomning bir hayot metodi ekanligini, boshqalar tasvirlagandek yoki xristian diniga ba'zanlar qiyos qilayotgan o'xshash bir tar doirada ibodatxonalar emas, balki hayot harakat qilgan bir din ekanligini, bizning chiqish yo'limizdagi birdan-bir islom ekanligini bayon qiladi. Ulamolar insonlarga bir sog'lom ideyani o'ttirib qo'ydi. Har zaman go'zal axloqli bo'lishga, musulmonlik axloq rioya qilishga tashabbus qiladi. Kimlikda chong turishning muhimligini eskartdi. Ya'ni bir butun kimlikda, diniy kimlik bilan milliy kimlikda chong turishning muhimligini eskartdi.
Her saat ilim ma'rifat erishga, ilim ma'rifat o'rganishning zo'rligini ta'kidlaydi. Shar'iy ko'rsatmalar bilan siyosiy reallikni moslashtirib etmanishning muhimligini eskartdi. Shuning bilan birlikda aqidaning manfaati vatan millatning manfaatining shaxsiy manfaatidan, hatto ba'zida tashkilotning manfaatidan ustun turadiganligini har vaqt buni eskartdi. Buni ta'kidlaydi. Shuning bilan birlikda zulm va mustamlik qarshi turishning farz ekanligini o'zi amal qiladi va boshqalarni chaqirib bu siyosiy harakatda, mustaqillik harakatida, insonlik harakatida, musulmonlik harakatiga bunaqa yo'l hozirlaydi. Fikriy burilishlar yuz bergan bo'lsa musulmonlarda yoki islom to'g'risida har turli shubhalar, fitna fasodlar, ozg'unliklar avj olgan bo'lsa, buning vaqti javob berib, jamiyatning dindorlik ahvolini va axloqli bo'lish ahvolini qo'g'daydi. Bu ulamolarningki ado qiladigan yoki ulamolarningki ustiga tushgan mas'uliyatlar. Bu intayin og'ir mas'uliyatlar. Bu og'zimiz deyish oson bo'lgan bilan ajoyib tas mas'uliyatlar. Ulamolar yana millatimiz duch kelayotgan har turli masalalar bor. Iqtisodiy masalalar bor, shaxsiylarningki kollektiv holatdagi, millat xarakterlik mas'uliyatlar va siyosiy. Bu masalalar qarta shariatning maqsadlari asosida, shariatning ruhiy asosida yangi fikrlarni ishlab chiqardi. Bu ijtihod bosqichi, yuqori saviyadagi bir bosqich. Bu ko'pinchisidan kelmaydi. Balki chunqur izlangan, chunqur ilm olgan shaxslardan paydo bo'ldi. Shundan bilan ulamolarning mas'uliyati millatning hamkorligini qo'g'dash har vaqt. Millatning ittifoqligini saqlash, millatni prinsipal masalalarda o'rtoqlashishga chaqirish, tarmoq masala bo'lib qolsa, har tashkilot, har aqim, har soha o'zininki xalqqa yo'lda muhim shariatning maqsadi ekanmizdan keng yo'l tutishga tashabbus qilish majburiyati bor. Afsuski bugungi kunlikda guruhlashgan, iqimni o'qib ketgan, bir-birini inkor qilayotgan, bir-biz qabul qilmagan, asli nishon g'oyadan o'rtoqlashamagan bu zamonda bu millatni o'rtoqlashtira oladiganini bir nuqtaga akala oladigan faqat o'lamalar. O'lamadan boshqasi bugungi kunlikda bu rolni o'taganmaydi. Millatni o'ttirib akalib dadil yo'l qadam bosira oladigan o'lama. Qachoniki o'zining mas'uliyatini to'lay olsa, o'zining kimligini, o'zining rolini joriy qildira olsa, o'lamalar bu rolni ado qiladi. Shunga deymizki, takrar bu millatning qarindoshligi, birligi, ittifoqlik, hamkorligini qo'g'dash o'lamaning mas'uliyati. Shunga bir tashkilotlar orasida bir uqishmaslik yuz bersa, yoki bir ijtihodiy masala talashlar yuz bersa, darhol o'lama bir tarafni tutmaslik xatolashadi. Ikkisi bir yoqqa akilib isloh qilish, o'ngshaydigan yerni o'ngshash bu ulamoning mas'uliyati. Endi ulamo yuqorqi sanab o'tgan, yoki deb o'tgan bir qism ba'zi yani biz kelarabda boshqa to'xtalamiz bu temaning tafsilotlari haqida. Ulamo yuqori deyilgan bu vazifalarni ado qilmasa yoki unutib qolsa, buni unutib qolib biz siyosiy aqimninki yoki siyosiy shaxslarniki soyisiga aylanib qolsa, o'zining mustaqilligini yo'qotgan, maydonni yo'qotgan, ulamolik sutini yo'qotgan siyosiylarning soyisiga aylanib, ular nima desa, shu yo'nmangan, o'ngga mansa, o'ngga, so'lga mansa, so'lamadan bunday holatga kelib qolsa, u vaqtida aqidamiz ziyon tortadi, millatimiz ziyon tortadi, vatanimiz ziyon tortadi. Chunki ulamo o'zining rolini ado qilmagan ekan, bu yerda ma kompas chatoq chiqadi. Ya o'ngchi bo'lib ketadi, yoki so'lchi bo'lib ketadi. O'zidagi siratal mustaqimlikka to'g'ri liniyasini yo'qotib qo'ydi. Bu yerda ulamo o'zining rolini ado qilmagan. Shuning bilan birlikda eng xatarli yeri bu ulamoninki millat nazaridagi ulamolik obrazi yo'qolib tushib ketadi. Ya'ni bir siyosiyning soyasiga aylanib qolsa, o'zining fikrini dadil holatda kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanday mansabda bo'lishidan qat'iy nazar, qanday shaxs bo'lishidan, qanday unvonli bo'lishidan qat'iy nazar, uning shar'iy dalili bo'lsa, qanoati bo'lsa, tushunchasi bo'lib qolsa, dadil o'tirib qo'yamasa, bu ulamoninki obrazi bu yerda tugaydi. Buni ulamolar obdan anqirish lozim. Ham bu yerda ulamolar o'zining rolini ado qilolmay, soyiga aylanib qolsa, siyosat maydonidagi shaxslarniki, ya'ni yuqori degandek o'ziniki, nimiz tampon etmamizsa, millat ichki to'qinish kirsi ketibli qoladi. Chunki ichki to'qinishni hal qiladigan bilim odamlar lozim. Xo'sh. Angliq odamlar lozim. Buning beshida ulamolar. Boshqa aql egallari, bilim egallari. Bu ulamo uxlab qolib qolsa, ideya to'qinishi avj oladi. Natijada bu islom har tarafdan bugun qo'shish, har tarafdan hujum qiladigan ahvollar bosh ko'tarib chiqadi.
Ulamalar uxlagan zaman islomning prinsiplariga, maqsadlariga, ruhiga, manbalar ko'rsatmani hujum qilgan ish avjalar. Bu nereden kelib chiqsa, ulamalar uxlagan vaqtida o'zining rolini yo'qotgan vaqtida. Bugungi reallik ash shu. 3-4-5 yillik oldida maydonga chiqmagan bugun kunlikda nima ish yuz beryapti? Millatning qimmat qarashiga hujum qiladi. Millatning aqidasiga hujum qilyapti. Millatning muqaddasini zangli qilyapti. Nima bilan zangli qilyapti? Bir qism tashkilotlarningki himoyasi ostida kirib bilan novchilik qilyapti. Bu yerga kelgancha ulamalar bu tashkilot to'xta deyish lozim. Edimga ega bo'ling. Sen bu millatga xizmat qilgan bo'lsang, bu millatning aqidasini, qimmat qarashini himoya qilishing kerak. Bu millatning qimmat qarashi hujum qildigan, prinsip hujum qildigan odamimiz bunday odamdan ko'tardik. Chiqar tashkilotingni. Bo'lmasa sen muqata qilamiz. Sen bilan munosabat o'zimiz deydigan bu gapni kim faqat ulamo qiladi. Ulamo buni deyish lozim. Bo'lmasa tugamaydi. Chunki bizning ishimiz bu yerdagi 4 tal, bu yerdagi 4 tal bir qism solchi radikallarning masalasi. O'ncha radikallar xudo shukr tugdi. Tugmagan bo'lsa-mu, bir hidayat yetmaydi. Bular bozor tugdi. 5-6 yilning oldida jamiyatni qalayim qilgan bo'lsa, o'ncha radikallar hozir tugdi bozor. Bugun kunlikda jamiyatni qalayim qilayotganlar solchi radikallar, solchi ashqullar. Ya'ni islomni tushunmaydigan, millatning tarixini tushunmaydigan, millatning badanini tushunmaydigan, siyosiy falsafani tushunmaydigan, davlatchilik nazarini tushunmaydigan bir qism hang vaqtlar. Ko'pinchisi. Bundan sonra haqiqiy bilim odamlari ba'zi tushunchada undamda ketib qolsa, u az. Ko'pincha maydonda hangirayotgan ko'pincha sapasiz. Buning kaynida kim chiqadi desa, agar lo'p aynaklar chunqur qarsa, bu istixborot taqshiri. Buning kaynida Xitoy istixborot taqshiri. Chunki bizga o'xshash mahkumlik duch kelgan, mustamlik duch kelgan millat to'xtamay, qo'shqon so'qash turganda o'zishi so'qashirib yug'ishtirish bu mustamlikchi hokimiyatning siyosati, farq tasud degan. Firavunning siyosati bo'yicha. U bugun kunlik qarasa g'arb dunyosining siyosatimi? Birdan askar avatmay turib, o'rta sharq misol qilsak, birdan askar avatmay turib, necha davlatning o'z ichidagi siyosiy to'qinish bilan, mazhabchilik to'qinishi bilan, fikriy to'qinishi bilan vayron qilib tashlaydi. Bugun dunyo ya'ni badalsiz kurash qilish, ya'ni chiqimsiz jang qilish siyosatini qo'llanmoqda. Tabiiyat bu istixborotning hammasi buni qo'llan. Unda o'g'andan keyin bizning dushmanimiz istixborotlarniki bugun yili u yerdan bosh chiqishi, bugun bu mas'ullik atis uni yana bir atis chiqishining sababi bu Xitoy istixborotining qo'li bu yerda intan kuchli. Buning kaynida chiqayotgan, kuch ko'rtayotgan, buning mablag' salayotgan kuch bor. Buni nazardan saqit qilgan vaqtida ish hal bo'lmaydi. Ishning beshi oshadi. Bu normal bizning gibi shaxsiy ko'z qarashi, bizning gibi erkinlik masalasi emas bu. Xo'sh. Hamda yana gapimiz qaysi? Ulamolarning yana mas'uliyati bor. Bugun o'xshash Uyg'urlar sharqqa, g'arbga bo'lingan, dunyoning har yeriga chechilib ketgan bunday bir vaziyatda har tarafga o'rta nazariyadi. Ya'ni o'rta maydon turib islohot olib berish. Bir taraf turib, yana bir taraf chetga qish, yoki bir taraf turib, yana bir tarafdan munosib butun uzib tashlash emas, ulamo har zaman ulamo. Buning markasi shu. Buni o'zgartirmaydi. Bir tashkilot yiqilsa, yana bir ism bilan tashkilot qura oladi. Biz quriladi, biz yo'q. Ammo ulamo o'zining markasini o'zgartirmaydi. Yo'q, o'zgartirmasa tugdi bu. Ulamolikning tugdi. Shunga bu har qanday shaxs xizmat qilgan sufti bo'lgandan keyin da'vat qilish buning vazifasi bo'lgandan keyin o'rta maydon turib islohot olib berish shaxslar orasida, jamiyatlar orasida bir butun kimlik masalasida keskin haqiqatlar bor. Diniy jihatga va milliy jihat. Bu masala mustahkam turishga chaqirish, millatning prinsipal nuqtalarda hamkorlashishga tashabbus qilish, tarmoq ishlar bo'lgan bo'lsa, bunda keng yo'l tutishga rag'batlantirish, qachon-parad ishida bir-bir so'qishib millatni avar qilmay, ishga ziddiyat bo'lganmiz buni tugitishga harakat qilish, foydali ishni kim qilgan bo'lsa, qaysi tashkilotdan chiqqan bo'lsa, uni qo'llash, xato ish. Bu yerda xato demasdan ijtihodiy xato emas, keskin xato. Ig'ir darajada xato. Dinimiz zodi gunoh, harom deb belgilagan, yoki siyosiy jihatda xiyonat deb qaraladiganidek menda xato bo'lib qolsa, buni tanqid qilish yoki buni to'sish, mustamlikaga qarshi turish, farz hurlik uchun kurash qilish farz deydigan bu xil tasavvur, bu xil etgani jamiyatda kengaytirish, umumlashtirish buni ulamoninki bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Xo'sh. Endi ulamo bu mas'uliyatning huddasidan chiqish uchun dastlabda o'zini bir isloh qilish lozim. Boshqani isloh qilish ilgari o'zini bir isloh qilish lozim.
o'zini qayta bir o'zidan hisob kitob olish lozim. Qayta bir murojaat qilish lozim fikrlarni. Bu shar'iy o'lchamga, dinning maqsad prinsipi uyg'un kelyapti, kelmayapti. Boshqalarningki gibi, boshqalarningki nazari, boshqalarimiz qarmasdan kelyapti, kelmayapti. Shu dinninki asl mezoni. Buning kuchishi ilmiy iqtidorni, fikriy iqtidorni har zaman taraqqiy qilib turishi, ilmini taraqqiy qildi, fikrini taraqqiy qilmay tugishini o'ylama. Bugungi o'sha tez suratda harakat qilayotgan, tez suratda fikr har o'zgarish bo'layotgan, har kuni demasam, har yilda yangi bir ufqum, yangi bir falsafa, yangi bir nazariya chiqayotgan vaqtida kitobni har kuni manchus sahibidan kitob o'qib, zaman bilan moslashib fikrni taraqqiy qildirmay qolib qolsa, bu o'lama islohotga yaramaydi. Shuning bilan birlikda bu o'lama har qanday masalada adolat bilan ihson yo'l tutib menish lozim. O'lama usul. Adalet. Kim bo'lsin, qaysi tashkilotdan bo'lsin, adalet, aninkanda ihson. Bu boshqalar bilan o'xshamaydigan bir farqi bor. Adalet, adolatdan oshirib fazilat yo'lini tutish. Ya'ni ihsonning maqsad namunalik yo'lni tutish, o'rnak yo'lni, fazilat yo'lni tutish. Buni ulamo qilish lozim. Endi ulamolar da'vat bilan siyosatga tutgan bu yo'lda o'ttirhal yo'lni tutib, tangponlikni saqlash lozim. Da'vat mi qilish lozim? Siyosiy maydonda mi harakat qilish lozim? Men da'vatli qildigan siyosiy maydonda ish qilmayman desa, dinimizning ko'rsatmasi xiloflik qilgan bo'ldi. Dinimiz davlat qo'y deydi. Dinimiz dinning prinsiplarini tatbiqlaydigan sharoit hozirlar deydi. Dinimiz mustamlikachiga, zolimga qarshi turadi deydi. Yaxshiga buyuradi deydi. Munkar ish nima bo'lib qolsa, uning taqobil turadi. Jihad qil deydi. Mayli siyosiy jihat bo'lsin, mayli ilmiy jihat olsun, meyli qurolli qo'yib qolsin, burmojday. Demak, men ilmiy ish qildigan odam, kitobdan ichidan chiqmaydigan odam bu siyosatli karim yo'q desa, u o'limalik suftiga yaramaydi. Shuning bilan birlikda bu o'limalik suftini unutib qolib, da'vatchilik suftini unutib qolib, siyosatga butunlay kirib ketsa, u vaqtida o'zining tangponligini yo'qotgan bo'ladi. Demak, da'vatchi yoki o'lama da'vat bilan siyosatda o'ttiral yo'l tutib, tangponligini saqlayolmasa, ikki xil holat yuz ber. Ya siyosiy aqid chekimni eshib ketib buni, siyosat bilan shug'ullanib o'zining da'vatchilik, o'lamolik suftini unutib qoladi. Yoki bo'lmagan bo'lsa, yo men bu siyosatga aralashsam, u qo'lda bu olti deb uningdan chekinsa, pasib maydon turib olsa, siyosiy maydoni uningga tushib tuvallab ketadi. Bu ishga desa xato bir holat. Aslida ulamoning mas'uliyati, ulamoning vazifasi birisi da'vat qilish. Tarbiya, shug'ullanish, ta'lim tarbiya bilan. Millatni to'g'ri yo'l yetaklash, millatga sog'lom bir yo'lning xaritasini ko'rsatish. Hidoyat qilishdan maqsad namoz bilan boshlash emas, masjidlar emas, millatningki fikri, tasavvuri, ideyasi, dunyo qarashi, qimmat qarashida bir sog'lom yo'l xaritasini ko'rsatish bu ulamolikningki mas'uliyati, ulamolikning majburiyati. Sog'lom fikr ishlab chiqarish. Meyli iqtisod sohasida olsun, siyosiy sohada olsun, jamiyatshunaslikda olsun yoki davlatchilikda bo'lib qolsin, shariatning ro'yi bilan moslashtirgan sog'lom fikr ishlab chiqarish, islomni bir butun izohlash, shumoliy holati bilan va jamiyatni isloh qilish. Bu vazifasi. Agar buningda yuqorqi tangponlik, siyosatda davlat tangponlik topilmasa, ziyon tortadi yoki oqiga chiqadi. Agar da'vat bilan shug'ullanib, siyosatni o'qib qolsa, bir tarafda mag'lub bo'ladi. Agar siyosat butun kirib, da'vat dash o'tib qolib qolsa, yana bir tarafda u oqiga chiqadi. Tangpon etmaganmiz. Xo'sh. Endi shunga deyimiz o'lamalar bu nuqtada yana eskartimizki, qarindoshlarga o'lamalar o'zining siyosatchi bo'lishi ilgari da'vatchi ekanligini unutib qolmaslik lozim, birinchi shart. Buning birinchi markasi unvoni o'lamalar. O'lama siyosatchi bo'lishi ilgari o'zining da'vatchi ekanligini unutib qolmaslik. Har zaman o'lamolik obrazini saqlashi. Qanday yerda xizmat qilsin, qanday soat xizmat qilsin, bir tashkilot a'zo bo'lsin, bo'lmasin, o'lamolik obrazini qo'g'dishi. Shuning bilan birlikda o'zi qanoatlanmagan ishlar, o'zi qanoatlanmagan masalalarda fikriy mustaqilligini, maydonining mustaqilligini saqlashi bu intayin muhim. A'zo bo'lish, a'zo bo'lmasa, u ayrim bir masala. O'zidan ixtiyorli masala. Lekin o'lamolik suftiga qarta yarasha o'zi qanoatlanmagan bir masalada
maydonni saqlab qolmaslik bu intayin nozik masala. Oxirida shuni eskartamizki, ulamolarga va siyosatchi qarindoshlarimizga siyosatchilar bugungi zamondagi siyosatchilar reallikni asos qilib harakat qiladi. Sharoitimiz shu, reallikmiz shu, dunyoning siyosatimiz shu. Ammo ulamo nima asosida harakat qiladi? Siyosiyon reallik asosida harakat qilgan bo'lsa, reallik va naq foyda asosida harakat qilgan bo'lsa, ulamo bir shar'iy dalil asosida harakat qiladi. Shar'iy dalil nima deydi buni? Qur'on sunnat nima deydi? Birinchi mizoni tarozimiz shu. Har qanday masala qarta. Vatan millatniki mustaqillik masalasi tarozi birinchisi Qur'on sunnat nima deydi? Bu birinchi qoidasi. Enin keyin reallik nima deydi? Ikkinchi tutmaydigan yo'l reallik nima deydi? Enin keyin uchinchi birisi ihson. Bu uch narsa tutmaydi. Birinchisi dalil, shar'iy dalil. İkinci birisi reallik, üçüncü birisi ihsan, yani ölgilik, namunlik yolunu tutmaş. Bu ulemanın tutmadığı yol. Eğer bir yerde ulema şer'i delil tutmağı, reallikta hali olup kalsa, o bugünkü eserinin, bugünkü devrinin uleması emas. O 10 yıl demeyli, 10 esir ilgiri yazılgan bir fatvanı, şu devrinin siyasi takazzası boyunca, iqtisadi takazzası boyunca, yoki bir muhit taqozosi bo'yicha yozilgan bir fatvan bugungi bozor solaman deb qalsa, u ulamo emas. Bugungi yaraydigan ulamo emas. 16-asrning ko'z qarashlarini, ijtihodiy ko'z qarashlarini yoki 15-asrda bo'lgan Mo'ng'ullar zamonini misol qilaylik, shu vaqtdagi tarixiy reallikni yoki davlatning shaklini, davlatning o'rnaklarini bugun tatbiqlaymiz, u ulamo emas. Ulamo shar'iy dalil bilan birlikda reallikka qarash lozim. Foyda manfaatni tangshash, foyda manfaat selishtirish bu qoidasini berish lozim. Şununla birlikte ihsan yolu, yani ihsan örnek oluş, ölgü oluş, fazilet yolu tutmanız lazım. Bu ulama bilan siyasiyon arasındaki halkılık bak. Halkılık farkmış yani. Siyasiyon reallikni tutmadı, ulama şer'i dalil reallikni ve ihsan fazilet tutmadı. Şu siyasiyon biz bilan mayta atışıp, qayrışıp qilib qalsa, ulama unda qilolmaydi. Siyasiyon jurayver bir ishchilik biz bilan gaplashmaydi. Ama ulama başka bir söylense kabulşap kalsan 3 gün için meseleni hal kıl deydiğin kaydı var bizde şeride. Var mı yok mu? Bir kardeşin kabulşap kalsan 3 gün için hal kıl deydi. Sabırla üstüge ve sabiru vasbiru. Bunu tekrar okuğa vaxtıda başka ilgili öz emel kılış lazım. Şu an bu palanı kaydışıp katıkken ben ten kaydışıp vermen, o kabulşap katıkken kabulşap vermen, o bağın sonra ben bağmaymen sunmaydı. Ulama davet kılış için, terbiye kılış için, İslam'ı düşündürüş için, İslam'ın ko'rsatmalarini bayon qilish uchun da'vat qilishga fursat topilgan har qanday yerda da'vat qilish lozim. Mayli o tashkilotga tava bo'lsin, bo'lmasin, mansub bo'lsin, bo'lmasin, bu ulamo o'ziniki birinchi vazifasini oldin o'ringa qo'yish lozim. Bu yo'l bo'yicha apmanga vaqtida ulamo bilan siyosatlar orasidagi munosabat tampon holatda o'ziniki rolini joriy qildirib mangadi. Buningki davomini biz boshqa bir vaqtda davom qilsak bo'ldi. Köptün köp rahmet hakikaten. Qanchalar savollar chiqib ketdi, ammo vaqtimiz tugab ketib qoldi inshaalloh. Oldimizdagi sandiyani davomlashtiraylik. Hakikaten bu yuqorida so'zlangan mazmunlardan bilganimda o'limalarimizni oldimiz sanda to'xtalamiz bu masalalarni. Qanchalik mas'uliyatini, vazifasini qanchalik ado qilolmayotganligi chiqib turdi hamda. Chunki hakikaten bugun yani bu ölümalarımız fakat nazir çırak, toy tökün, Resmen nikahını okuyduğun, muşunun için milletin aldığı çağırıldığın ya gibi ötüdüğün, onundan başka nurgun sahalerde başka türlük məskır kılındığın, o bu gibi ötmeydiğin, güçlük hemme tarafından itiraf kılınmaydiğin bu algı düşüp gelişin ama nurgun sebepleri elbette aldığımızdaki sanlarda çıkıdı. Şu an vakit itibarıyla müşahede tügese köp rahmet. Kadirli görmelerimiz şuna kılıp bugünkü sahnımızı müşahede ahırlaştırıyla hakikaten intihar mühim bir mukaddime süfteden aiti inçki mezmunlarını sözlep etti. İnşallah aldığımızdaki sahne bunun devamını yine devamlaştırırız. Her iki sahaninki kandak birlikte hareket kılış gerekliğini. Allah ömür boyu aldığımız sahne görüşürüz. Aman arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.